Men Pop tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 10-sonli maktabning matematika fani o'qituvchisi To'ycheva Odina Ismoiljonovaman. Biz bugun jamoa bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi va unda belgilab berilgan 6 ta yo'nalish bilan tanishib chiqdik. Murojaatnomada o'tgan 2025-yil sarhisobi hamda yangi 2026-yilning yangi islohotlari va rejalari yurtboshimiz tomonidan ko'rsatib o'tilgan. Ushbu murojaatnomada sarhisobi ta'kidlab o'tilgan 2025-yil yakuniga misol tariqasida men aynan shuni aytmoqchimanki, yaratib berilgan imkoniyatlardan foydalangan holda biz Malayziya davlatining UNIMAS universiteti bilan hamkorlikda o'tkazilgan o'quv tajriba almashish dasturida Namangan viloyatidan 25 nafar ustoz-pedagoglar ishtirok etib keldik. U yerda STEM yo'nalishi bo'yicha olgan bilim ko'nikmalarimizni 2026-yilda o'qituvchi-o'quvchilarning bilimlarini oshirishda amaliyotga qo'llaymiz. Bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar uchun yurtboshimizdan minnatdormiz va bunga javoban biz ustozlar o'z ona vatanimizga sidqidildan xizmat qilishga tayyormiz.